Etikapda o'tirishga doir ahkamlar. Ikkinchi qism. Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Etikapda o'tirishning muayyan muddati bormi? Ko'pchilik olimlar bir kun yoki biror soat bo'lsa-mu xohlagan muddatda etikapda o'tirsa bo'ladi degan. Yana ba'zilari 10 kundan kam bo'lsa bo'lmaydi degan. Bular payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Ramazonning oxirgi 10 kunida etikapda o'tiradi degan hadisga tayangan bo'lsa-mu, bu faqat 10 kun o'tirsa bo'ladiganligini bildiradi. Uningdan az yoki ko'p o'tirsa bo'lmaydiganligini bildirmaydi. Qur'on Karimda etikapni ma'lum muddat bilan cheklamagan. Alloh taolaning sizlar masjidda etikapda o'tirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar degan oyatiga asosan biror soat bo'lsa-mu etikapda o'tirishga bo'ladi. Uni bir kun yoki 10 kun deb cheklab olishga bo'lmaydi. Abu Said radhiyallohu anhu aytadiki, biz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Ramazonning o'ttiridagi 10da etikafga kirdik. Rasululloh 20-kuni atiganda chiqib bizga xutba so'zlab, menga qadr kechasi ko'rsatilgan edi. Keyin uni unutuldirildim. Uni oxirgi 10ning taq kechalaridan izdanglar. Men tushimda so'g'a bilan lay ustiga sajda qilganligimni ko'ribdiman. Kimki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan etikafga kirgan bo'lsa, yana etikafga qaytsin degan edi. Biz masjidga qaytdik. Yana bir hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har Ramazonda 10 kun etikafda o'tiradi. Vafot bo'lgan yili 20 kun etikafda o'tirgan. Biz Uyg'ur musulmonlarining sharoitiga biror soat yoki yarim kun yoki 2 namoz arliqi degandek qisqa vaqt ichida etikafda o'tirish munosib keladi. Shunga masjiddan chiqmay o'tirish imkoniyati bo'lgan muddatda etikafda o'tirishni niyat qilib masjidda o'tirsa etikafda o'tirgan bo'ladi. Imom Ibn Hazm aytadi: Alloh taolaning masjidida Alloh taolaga yaqinlashish uchun turishning hammasi etikafdir. Etikaf degan qisqa muddat bo'lsin, uzun muddat bo'lsin, yuqorqi maqsadda masjidda tursila vujudga chiqaveradi. Chunki Qur'on yoki sunnat muncha kun yoki munchalik vaqt deb cheklama qo'ymagan. Salaflarimizdan Suvayd ibn G'afla tahorati bilan masjidda o'tirgan kishi tahoratini sundirib o'tmayli tursa etikafda o'tirgan bo'ladi degan. Ya'la ibn Umayya radhiyallohu anhu men ba'zida masjidda 1 soat etikafda o'tirish uchun turman degan. Ata u masjidda tursila etikafda turgan bo'ladi. Masjidda savob ko'zlab o'tirsa etikafda o'tirgan bo'ladi. Savob ko'zlamasa undoq bo'lmaydi degan. Etikafda o'tirish Ramazonga xosmi? Barliq olimlarning qarshida etikafda o'tirish Ramazon oyiga xos emas, balki yil bo'yi har qanday oyda etikafda o'tirsa bo'laveradi. Ya'ni etikafda o'tirish yil bo'yi sunnatdir. Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Shavvol oyida etikafda o'tirgan. Alloh taolo sizlar masjidda etikafda o'tirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar degan. Bu oyatmi biror oyni muayyan qilib belgilamagan. Lekin Ramazonning oxirgi 10 kunida etikafda o'tirish boshqa vaqtlarga qaraganda afzal. Chunki Ramazonning oxirgi 10 kunida odatdagi kechalarda 1000 oy ibodat qilgandan afzal bo'lgan qadr kechasi bordir. Shunga bu kechani etikafda o'tirgan holatda o'tkazish afzal. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam toki vafot bo'lgan qadar Ramazonning oxirgi 10 kunida etikafda o'tirgan. Ramazonda oxirgi 10 kunida etikafda o'tirmoqchi bo'lsa, qachondan tartib boshlaydi? Qachon etikafdan chiqadi? Shaksizki, Ramazonning oxirgi 10 kunida etikafda o'tirish boshqa chog'larda o'tirgandan afzaldir. Ramazonning oxirgi 10 kunida etikafda o'tirmoqchi bo'lsa, 20-kuni kun o'tirishdan burun masjidga kirib etikafni boshlaydi. Ramazonning oxirgi kuni kun o'tirgandan keyin etikafdan chiqadi. Bu ko'p sonliq olimlarning kuchli qarishidir. Ba'zi olimlar 21-kuni bomdod namozidan keyin boshlaydi deb qaraydi. Etikafda o'tirish qachon vojib bo'ladi? Ma'lum muddat etikafda o'tirman deb nazar qilgan bo'lsa, shunchalik muddatda etikafda o'tirish vojib bo'ladi. Shundaqla 3 ulug' masjidning birida etikafda o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, shu masjidda etikafda o'tirish vojib bo'ladi. Boshqa odatdagi masjidlarning birida etikafda o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, qaysi bir masjidda etikafda o'tirsa bo'laveradi. Chunki 3 masjidning fazilati alohida farqlidir. Aisha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kimki Allohga itoat qilishga nazar qilgan bo'lsa, uningga itoat qilsin. Kimki Allohga osilik qilishga nazar qilgan bo'lsa, Allohga osilik qilmasin degan.
Yana bir hadisda Umar radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan "Men jahiliyatda Masjid-i Haramda bir kecha etikaf qilishga nazar qilgan edim" deb so'ragan edi. Rasululloh nazaringni ado qil dedi. Bir oy etikafda o'tirishni nazar qilgan kishi qanday qiladi? Muayyan bir oyni belgilab, "Men palani oyda etikafda o'tiraman" deb nazar qilgan bo'lsa, shu oyda etikafda o'tirishi vojib bo'ladi. U oyda etikafda o'tira olmay qolsa, qazosini qilish vojib bo'ladi. Qazosini kun o'lab bir oy qilsami yoki biror kundan aralab qilsami bo'ladi. Agar Ramazonning oxirgi 10 kunida etikafda o'tirishni nazar qilib, etikafda o'tira olmagan bo'lsa, keyin ayning oxirgi 10 kuni mo'ljallangan bo'yicha 10 kun chiqmay 9 kun chiqib qolsa, qazosini qilganda 9 kun qilib olsa bo'ladi. 2 kun etikafda o'tirishni nazar qilgan bo'lsa, 2 kunduz oraliqdagi bir kechadami etikafda o'tirishi vojib bo'ladi. Ba'zi olimlar 2 kecha kunduz o'tirishi vojib deb qaraydi. Etikafni bozadigan omillar. Birinchi, jimo qilish va uning suyish, quchoqlashdek muqaddimalari etikafni bozadi. Alloh taolo sizlar masjidda etikafda o'tirgan chog'inglarda ularga yaqinchilik qilmanglar degan. Ikkinchi, ehtiyoj bo'lmagan ahvolda masjiddan sirtqa chiqsa etikaf boziladi. Ayollarmi uydagi namoz o'qiydigan joyda etikaf qilgan bo'lsa, ehtiyoj bo'lmasa-mu u joydan chiqsa etikafi boziladi. Zarur ehtiyoj bo'lib sirtqa chiqsa etikaf bozilmaydi. Uchinchi, hayz va nifas holati etikafni bozib etadi. Hayz kelib qolsa masjiddan chiqib ketish kerak bo'ladi. Chunki hayzdar masjidda turisi bo'lmaydi. To'rtinchi, mast qiladigan moddalarni iste'mol qilish etikafni bozib etadi. Etikaf boziladi deganimiz burunqi etikafi to'g'ri. Bu ishni qilish bilan etikaf uzildi deganlik bo'lib, keyin yangidan etikafga kirsa bo'ladi. Etikafda o'tirganda qaysi ishlar uchun sirtqa chiqishga bo'ladi? Tahara sundirish va elish, g'usl vojib bo'lganda g'usl qilish, tamoq yeyish va ichimlik ichish, turgan masjididan juma o'qiladigan jamiga berish, o'tar yo'lda kasalni yo'qlab o'tish, guvohlik berish, og'irroq kasaldan davolanish qatorliq ishlarga chiqsa etikaf bozilmaydi. Umuman sirtqa chiqmasa bo'lmaydigan zarur ishlar uchun chiqsa bo'ladi. Etikafda o'tirgan kishi unutib qolib yoki majburlanib masjiddan chiqib ketsa etikaf bozilamdi. Etikafda o'tirayotganligini unutgan holatda masjiddan sirtqa chiqib ketsa yoki masjid boshqaruvchilar yoki soqchilar tomonidan masjiddan chiqarib etilsa etikafi bozilmaydi. Bu xuddi ro'za tutgan kishining og'ziga majburlab turib suv qo'ysa, gelidan o'tib ketsami ro'za sunmaganiga o'xshash. Etikafi buzilmagan bo'lg'achqa yuqorqidagi ahvollarda masjidga qaytib etikafini davomlashtirsa bo'ladi. Qaytalmasa chora yo'q. Lekin keyin qaytalaydigan turug'liq masjidga qaytmasa etikafi to'xtagan bo'ladi. Etikafda o'tirganda tijorat va hunar kasb qilishga bo'ladi. Etikafda o'tirgan kishi qo'rsoq ochganda tamoq sotib olishdek zarur ahvollardan boshqa ahvolda ilm setim, tijorat qatorliqlarni qilsa joiz bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam masjidda savdo satiq qilishdan to'sgan. Etikafda o'tirmagan chaqda masjidda savdo satiq qilish cheklangan bo'lg'achqa etikafda o'tirganda albatta cheklanadi. Mayli ilib sotiladigan tovar masjidda bo'lsin yoki boshqa joyda bo'lsin o'xshash. Tabiinlardan Ata ibn Yasar degan zot masjidda bir narsa sotayotgan bir kishiga "Haynadan, bu degan oxiratning bozori. Savdo satiq qilmoqchi bo'lsang, dunyoning bozoriga chiqib qil" degan. Hunar kasblardanmi pul tepish uchun qilganlari cheklanadi. Chunki bu savdo satiqqa o'xshash pul tepish ko'zlanadigan ish. Masalan, kiyim tikish, mozdozlik qatorliqlar. Ammo o'zining kiyimi yoki oyog'i yirtilib ketgan bo'lsa, tikib olsa, yamib olsa bo'ladi. Etikafda o'tirganda telefon ishlasa bo'lamdi. Etikafda o'tirgan kishi o'zining zarur ishi va boshqalarning hojatini ravo qilish uchun va boshqa yaxshi ishlar uchun boshqalarga telefon qilsa bo'ladi. Hatto hojatmanning hojatini ravo qilish, ishini qilish berish uchun masjiddan sirtqa chiqsa bo'ladi. Sahihaynda kelishicha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam etikafda o'tirganda ayoli Hazrati Safiya radhiyallohu anha uning qashig'i yo'qlab berib, masjid sirtida paranglashgan. Kecha bo'lg'achqa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayolini uyiga apirib qo'yib qaytgan. Agar biror zarur ish chiqib qolganda paranglashish cheklanmasa, zaruriyat tepilganda telefonda so'zlashish cheklanmaydi. Lekin bu ruxsatni intayin zarur ahvollarda ishlatish kerak. Kelganli telefonlarni olib so'zlashavermaslik, bo'lmasa telefonni taqab qo'yish kerak. Etikafda o'tirganda ruxsat qilinadigan ishlar. Birinchi, masjidda tamoq yeyish. Lekin samsaqqa o'xshash puruq yaman yemekliklardan saqlanish lozim. Ikkinchi, masjidda yetish va uxlash. Uchinchi, atir va xushpuroqlarni ishlatish.
Ayollarmı hidi erlarga purmaydigan bo'lsa, xushpuroq ishlatsa bo'ladi. Chachlarini tarsimi, maylisimi bo'ladi. 4. Masjidni maynat qilib bo'lsa, zarur bo'lganda chash tirnoqlarni elish. Albatta, bu ishlarni e'tikofga kirishdan burun qilib olish lozim. 5. Masjid ichida turib nikohlanish, nikohiga elish, nikoh o'qish va nikohga guvoh bo'lish. 6. Masjidda chidir tikish va shuningga o'xshagan parda to'saqlarni paydo qilish. 7. Ehtiyojli ishlarda paranglashish, ayoli yo'qlab kelsa so'zlashish. E'tikofda o'ltirganda o'qiydigan muayyan duo bormi? E'tikofda o'ltirganda o'qiydigan muayyan duo yo'q. E'tikofda o'ltirgan kishi duoyi talab, zikr tilovat, diniy ta'lim tarbiya va muzokiralarni qilishi, nafli namoz va boshqa ibodatlar bilan shug'ullanishi, foydali kitob o'qishi yoki yozishi, shundaqla Qur'on va diniy bilimlarni o'qishi va o'qitishi, ortiq parang solmasligi, talash tortish, jidal majra va dunyo paranglarini qilmasligi kerak. Shundaqla e'tikofda o'ltirish jarayonida hunar kasb yoki tijorat bilan shug'ullanmasligi kerak. E'tikofda o'ltiraman deb majburiyatlarni va boshqalarning haqlarini kechiktirishga bo'lmaydi. E'tikof nafli ibodat qatoriga kiradi. Shunga e'tikofda o'ltirish vojib ishlarga to'salg'u bo'ladigan bo'lsa, e'tikofda o'ltirmaslik kerak. Agar 10 kun to'liq e'tikofda o'ltirishga vaqt bo'lmasa yoki xizmatdan ruxsat so'rag'ili bo'lmasa, 1 kun, hatto yarim kun yoki bir kecha bo'lsa-mu e'tikofda o'ltirish orqali bu ibodatni qilib olish bakmo foydali. E'tikofda o'ltirish uchun xizmatini tashlay olmaydiganlar xizmat vaqtida xizmatiga chiqsa bo'lamdi. Olimlar hojatdan sirt masjid tashqariga chiqishni e'tikofni bozadigan omillarning biri deb qaragan. Zarur ishlar uchun chiqishga ruxsat qilgan. Ammo ishi va xizmati uchun tashqariga chiqish ustida to'xtalmagan. Odatda kishi e'tikofda o'ltirganda Alloh taologa ibodat qilishga to'liq vaqtini chiqarish kerak. To'liq vaqtini chiqara olmagan ahvolda biror soat yoki biror kecha yoki yarim kun va yoki 2 namoz orliqi degandek qisqa vaqtlarda masjidda o'ltirib e'tikofni niyat qilsa bo'ladi. Chunki e'tikofda o'ltirish uchun to'liq 10 kun o'ltirish shart emas. E'tikofdan chiqib kelsa qazosini qilish kerak bo'lamdi. 1 kun yoki 10 kun e'tikofda o'ltirishni niyat qilgan bo'lsa yoki niyat qilib e'tikofda o'ltirishni amaliy boshlagan bo'lsa, e'tikofni ma'lum sabablar tufayli qila olmay yoki davomlashtira olmay qolgan ahvolda keyincha fursat topib qilib olsa bo'ladi. Keyin qilmasimi hech gap bo'lmaydi. Ya'ni qazosini qilish vojib bo'lmaydi. Chunki e'tikofda o'ltirish vojib emas. Hatto bir muddat e'tikofda o'ltirib bo'lgandan keyin niyat qilgan muddatga qadar davomlashtirmagan ahvolda burunqi e'tikof hisob bo'laveradi. Keyin chala qolganiga muhtoj bo'lmaydi. Imom Shofiy rahmatullohi alayh e'tikof shundaqla boshlashdan burun boshlamasimi bo'ladigan, vojib bo'lmagan har qanday bir ishni oxirini davomlashtirmasdan chiqib ketsa bo'ladi. Oxirini to'liqlab o'tishni yaxshi ko'raman. Faqatla nafli haj bilan umrni boshlab tamomlamagan taqdirda uning qazosini qilishi vojib bo'ladi degan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining nazarida e'tikofning eng aqalli muddati 1 kunduz bo'lg'achqa, 1 kunlik nafli e'tikofga kirish bilan e'tikofni shomgacha tamomlash yoki tamomlay olmagan ahvolda qazosini qilish vojib bo'ladi. Imomning 2 shogirdining qarashida 1 soat bo'lsa-mu e'tikofda o'ltirish joiz bo'lg'achqa, buzvasa o'ltirgan vaqti e'tikofga hisob bo'lib, keyin xolisa yana kirsa bo'ladi. Lekin nazr qilgan e'tikof aslida vojib bo'lg'achqa, uni boshlab tamomlamasdan to'xtatgan ahvolda uning qazosini qilish vojib bo'ladi. E'tikofda o'ltirganda masjid tartibiga qanday rioya qilish kerak? Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam e'tikofda o'ltirganda bir kichik chidir tikkizgan. Imom Ibn Qayyim aytadi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir qatim turikcha chidirdan birini tikib, ishkiga bo'rni tiklab qo'ygan. Bu e'tikofning ruhiy va nishonni vujudga chiqish uchun qilingan ishdir. Nadallar bo'lsa 10 kishilik chidirlarni tikib, parang so'qib, ziyoratchilarni kutib oladigan joyga aylantirib oladi. Albatta, masjidlarning xonqalarida jamoat 5 vaqt namoz o'qib turadigan bo'lg'achqa, e'tikofda o'ltiruvchilar jamoat namoz o'qiydigan joyda chidirlarni tikib, pardalarni tartib, saflarning tizilishiga, jamoatning imomni ko'rishiga to'salg'u bo'ladigan ishni qilmasligi kerak. To'salg'u bo'ladigan bo'lsa, namoz vaqtlarida pardalarni yig'ishtirib o'tish kerak. E'tikofda o'ltiruvchi e'tikof jarayonida o'zi o'ltirgan joyga boshqalardan haqliq bo'ladi. U o'ltirgan joyni boshqalar egilib olsa bo'lmaydi. Ammo e'tikofda o'ltirganda masjid ichidan alohida o'rin tayyorlab, ibodat vaqtlarida u yerga hech kimni kirgizmay, o'zining uyida qilib olishi to'g'ri bo'lmaydi. Agarda e'tikofda o'ltirganda to'sishga ehtiyoj ko'rilsa, parda tartib,
namoz vaqtlarida uni elib etish kerak. Namozdan keyin yana parda tartib o'ltirisi bo'ladi. Navoda masjidning xonqosida jamoat ko'p bo'lmay bo'sh joylar qoladigan bo'lsa, jamoatga taqashmaydigan yerdagi pardasini ehtiyoj bo'lmag'achqa elib etmasimi bo'ladi. Ammo jamoat namozga saf tartib tizilmaydigan masjidning g'o'ylisi va peshayvonlardek ochiq joylarda bo'lsa, xolisa parda tartib, xolisa kichik chidir tikib etikabda o'ltirsa bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Saqif qabilasining o'mikini masjidga o'rinlashtirgan. Hazrati Said ibn Muaz radhiyallohu anhu yaralanganda yo'qlashga oson bo'lish uchun masjidga chidir tikib yotqizgan. Ey Alloh, bizni taat ibodatlaringga muvaffaq qilgin. Ne'matlaringga loyiqida shukr qilishga, sana to'g'ri ibodat qilishga yordam qilgin. Bizni taat ibodatining lazzatini tatiydigan, huzurlanadigan qilgin. Bizni payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamga to'g'ri ergashadigan, uning sunnatini kishilar tashlabasa ahyo qiladigan, dillari hidoyat mash'ali bo'ladigan, bar bo'lsa to'nilmaydigan, yo'q bo'lsa izdalmaydigan, har fitna balolardan salomat chiqadigan ixlosmand bandalardan qilgan. Bu dunyoda haqda chang turib, oxirgi nafaslarimizgacha iymon va islomda tavranmay turishga nasib qilgan. Qiyomatda payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar va solihlar bilan birga qilgan. Amin. Ya Rabbal alamin. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Sajiya Islom tadqiqot markazi